Assalomu alaykum barchaga do'stlar, barchangizni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, tarixiy voqea. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, Manchester City klubi a'zosi Abduqodir Husanov va uning Manchester City jamoasi hozirgina yakunlangan Angliya Kubogi finalida g'alaba qozondi va Abduqodir Husanov tarixda Markaziy Osiyolik yagona va O'zbekistonlik yagona va eng birinchi Angliya Kubogini va Angliyada dunyoning eng kuchli chempionatida sovrin yutgan, kubok yutgan futbolchiga aylandi. Ushbu tarixiy g'alaba bilan barchangizni tabriklaymiz do'stlar. Uchrashuv haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Arsenal maydonida bo'lib o'tgan uchrashuvda Manchester City jamoasi katta ustunlikni amalga oshirdi. Faqat hujumlar qildi va O'Reilly'ning ikkita goli dubl evaziga yakuniy hisob 0-2 va Manchester City va Abduqodir Husanov Angliya Kubogi sohibi. Juda ham xursandman do'stlar. Uchrashuvdagi gollar, uchrashuvdagi voqealarni tomosha qilishni xohlasangiz, men mana shu videoning opisaniyasida, kommentariyalarda bizning Telegram kanalimiz manzilini ham qoldirishim mumkin. Bemalol o'tib uchrashuv haqida ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin do'stlar. Juda ham xursandman. Hayajonli va tarixiy voqea ro'y berdi. Eslab qoling, 2026-yil 22-mart O'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov tarixda birinchi marotaba O'rta Osiyolik birinchi futbolchiga aylandi va O'zbekistonlik birinchi va hozircha yagona Angliya Premyer Ligasida Angliya Kubogini yutgan yagona futbolchiga aylandi do'stlar. Nima deb o'ylaysiz? Kelajakda Abbosbek Fayzullayev ham Yevropaning top chempionatlarida harakat qila oladimi? Umuman olganda O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilaridan kimlardan umidingiz katta? Abduqodir Husanov bilasizlar, borug'i 22 yoshda va super karyera qilmoqda. Manchester City'ning eng ishongan futbolchisi aytgancha u bugun asosiy tarkibda maydonga tushdi va uchrashuvning so'nggi soniyalarigacha harakat qildi va eng ishonchli himoyachilardan biri bo'ldi, futbolchilardan biri bo'ldi. Barchani tarixiy g'alaba bilan tabriklayman. Barchani bugungi ajoyib bayram bilan tabriklayman. 20-mart Hayit ayyomi, 21-mart Navruz, 22-mart O'zbekistonlik futbolchi Angliya Kubogi sohibi bo'ladi. Do'stlar, aslida bu juda ham katta voqea. Juda ham katta tarixiy voqea do'stlar. Hali bu voqeani qanchalik katta tarixiy voqealigini kelajakda guvohi bo'lasiz. Qani ko'ramiz, kim Abduqodirdek mana shunday natijalarga erishar ekan. Kommentariyalarda o'z so'zingizni yozib qoldiring, tabriklaringizni yo'llang va mana shu videoga like bosib, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Aytgandek, uchrashuvdagi voqealar, uchrashuvdagi har xil yangiliklar, umuman olganda futbol haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni xohlasangiz, Futbol vaqtining Telegram kanaliga alohida obuna bo'lishni esdan chiqarmang. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Biz 500 mingga yaqinlashyapmiz. 473 mingta obunachi bo'ldik. 500 minglik marraga borug'i 27 mingta odam qoldi. Do'stlar, keling, hozirning o'zida bizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va kommentariyada Telegram kanalimiz manzili qoldiriladi va Telegram kanalimizga o'tib bizga obuna bo'lib qo'ying va futbolni biz bilan tomosha qiling. Futbol vaqtida qoling va futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling. Olg'a O'zbekiston!